ishoningni ko'rgan bo'lsangiz, Senga oshiqman serialini bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Esimda yo'q, где-то 10 yoshda edim. Menga sog'ib kelganlar. Nima deysizlarmi? Вот, o'sha ishani taqgan Zreydan qizlar. Hayot masala to'g'ri, lekin men buni esdalik qilib olib qo'yganman. Bu Zreydan menimcha o'sha ishoningni ko'rgan hammada bo'lsa kerak. Fanatlari hammada bo'lardi. Hozir ujmada qizim ham bor. Bu narsaga где-то borligiga 10 yildan oshdi. Buni olib qo'yganman. Menga juda ham tilla bo'lmasa ham yoki qanaqadir bir brilliant bo'lmasa ham men uchun juda ham qadrli. Taqib yurardi-da, u payt qop qora. Buni bo'lardi, deb lo'lilarga o'xshab qoladi. Hozir taqqanda chiroyli turadi, hozirlik taqib ko'rsam. Bu hozirgi turgandagi turmasdi. U payt qizlar qanaqa chiroyli. Kimda bo'lgan shuni qizrayib yozinglar.